Assalomu alaykum. Bu Trakchilik Insight rubrikasi va bugungi videoda men sizlarga trakchilikda ishlash uchun eng kerakli bo'lgan skilllar haqida gapirib o'taman. Xo'sh, birinchi navbatda eng muhim bo'lgan narsa bu ingliz tili. Baribir kim nima desa ham ingliz tili darajasi ancha yuqori bo'lishi kerak. Chunki bu narsa ish boshlashdan oldin intervyuga kelganingizda suhbat paytida bilinadi. Qolgan kompaniyalar haqida bilmayman-u, lekin bizaga ishga kirmoqchi bo'lganingizda birinchi navbatda biz bilim darajaga emas, ingliz tili darajasiga qaraymiz. Agar ingliz tilini yaxshi bilmasangiz, intervyuni o'zida to'kilib qolasiz. Men o'ylashim bo'yicha IELTS kamida bir 6.5 bo'lishi kerak, mazza qilib, muammosiz ishlashingiz uchun. Keyingisi juda muhim bo'lgan narsa bu chaqqon bo'lishingiz kerak. Chaqqon ishlar bittada 2-3 ta masalani hal qilib yuborishinglar kerak bo'ladi. Nimaga bu narsa muhim? Chunki qanchalik chaqqon ishlaganingiz o'zingizga yaxshi. U narsa ko'zga tashlanadi, keyinchalik karyera qilish, logistikada tezroq o'sish o'zingizga baribir yoqadi. Shuning uchun chaqqon ishlasanglar bu narsa hammaga ko'rinib, tezroq siz o'sasiz. Undan tashqari stressga chidamli bo'lishingiz kerak. Baribir biz ancha katta bosim ostida ishlaymiz. Yuzlab brokerlar bilan, haydovchilar bilan, shoplar bilan gaplashasizlar. Erta kunda sizlar stressga chidolmasanglar, "Meni haydovchi, meni bola bilan gaplashmayman" deb prosta turib oladi. Broker ham sizlarga baqirib tashlaydi. Shuni hisobiga asabni to'g'rilab, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, stressga tayyor bo'lishingiz kerak. Stressni gapirganimdan keyin albatta sog'liq haqida gaplashishim kerak. Sog'lig'ingiz baquvvat bo'lishi kerak. Kun bilan tun almashib qolgandan keyin baribir o'zingizlar qiynalib qo'yasizlar. Organizm o'zini sal perestroyka qilish kerak bo'ladi. Organizm baquvvat bo'lish uchun sport bilan shug'ullanib turish kerak. Zalga chiqinglar, yugurib turinglar. Ja imkoniyat bo'lmasa, maktab polisiga chiqib turnik qilib turinglar. Kuniga 2-3 marta tortilsanglar ham o'zingizga baribir foyda bo'ladi. Keyingi masalani gapirib o'tadigan bo'lsam, qiziq eshitilishi mumkin, lekin kunduzgi hayotdan to'liq voz kechsanglar ham bo'ladi. Iloji boricha uylanmagan bo'lishingiz kerak. Do'stlaringizdan voz kechiboringlar. Nimaga? Chunki bizning rejim bilan shaxsiy hayot bo'lishi juda ham qiyin masala. Va men uchun eng zarur bo'lgan narsa o'z ustingizda ishlanglar. O'z ustida ishlaydigan odam o'z sohasini mohiri bo'lish ehtimoli juda ham katta. Logistikada har kuni yangi narsa o'rganasizlar, yangi narsaga duch kelasizlar. O'z ustingizda ishlamasanglar, shu bitta joyda qotib oddiy ishchi bo'lib qolib ketasiz. Agarda sizda shu skilllar bo'lsa, bemalol trakchilik sohasida ishlasangiz bo'ladi. Sizni xush kelibsiz deb kutib olamiz. Normalniy soqqa ishlab, biza bilan mazza qilib ishlasangiz bo'ladi. Agarda bu skilllar sizda bo'lmasa, lo'q bo'lmanglar-da, o'zingizlarning ustingizda ishlanglar yo boshqa soha tanlanglar. Siz bilan esa Trakchilik Insight rubrikasi edi. Like qo'yib, podpiska bosib qo'yasizlar. Sizlarni ko'rganimdan juda xursandman. Sog' bo'linglar. Xayr.